Ishlayapman. Menga qara. Lekin yaxshi ish boshlabsan. Takoy pullarni yig'ib olib. Hazillashdim. Bitta gap aytaman, eshitasanmi? Yoki xafa bo'lasanmi? Xafa bo'lsang ham aytaveraman, menga farqi yo'q. Pullarni bekordan bekorga sovurmagin. Xotining baribir o'tib ketadigan. Hazillashdim, hazilni tushunmaysanmi? O'rtoqlaring bilan hazillashasan. Otabek, mana xorijdan analiz javoblari kelibdi. Doktorlar umid bor deyapti. To'lov qilsak, yo'limiz ochiq. Aka, shu pul masalasiga kelganda hamma narsa tugab qolganga o'xshaydi. Sizni tushunaman. Yo'q aka, meni tushunmaysiz. Men siz o'ylagandan ham ko'proq narsani tushunaman. Men bu yo'lda juda ko'p insonlarni ko'rdim. Kimdir onasini olib keladi, kimdir otasini olib keladi, kimdir aka-uka, opa-singillarni olib keladi. Ularni ko'zdagi qo'rquvni ham, umidni ham ko'rganman. Baxtiyor aka, to'g'risi aka, meni juda kuchim qolmadi. Bilasizmi? Kasallik faqat bemorni emas, uni atrofdagi odamlarni ham sinaydi. Ha, lekin bitta narsani unutmang. Ayolingiz sizga qarab kuch oladi. Men o'zimni kuchli ko'rsatishga harakat qilaman, lekin aka, ich-ichimdan уже to'kilib bo'ldim. Ukam, hammasi yaxshi bo'ladi, xavotir olmang. Agar operatsiyaga pul topa olmasam, To'xtang. Unaqa demang. aka, o'ylaganimdan o'sha kirmagan ko'cham qolmadi, so'ramagan odamim qolmadi. Juda ko'p operatsiyalarni kuzatganman. Shunaqa holatlar bo'lganki, shifokor umid yo'q degan joyda o'sha oilalar hozir juda baxtli yashayapti. Baxtiyor aka, rostdanmi? Rostdan shunaqa bo'lganmi? Bo'lgan. Chunki ular oxirgacha kurashgan, umid bog'lagan, ishongan. Baxtiyor aka, ba'zida o'zimni shunaqa aybdor his qilaman, pul topolmayotgandek his qilaman o'zimni. O'zingizni ayblamang. Kasallik hech kimdan ruxsat so'rab kelmaydi. Muhimi, siz kurashyapsiz-ku. Boladan pul qidirib yurgan ekansan. Ayoling kasal ekan. Seni juda yaxshi tushunib turibman. Kasal emas. Kasal boqqan kasal. Sen bo'li, ayolingni kasali, boylarni kasali o'rtoq. O'rtoq, arzimasa ham imkonim shunga yetadi. Kam bo'lsa ko'p o'rinda ko'rasan. Bolaga yetib qo'yganman. Yengili bo'lsa, yana men senga aloqaga chiqaman. Bitta gap aytaman. Faqat esingizdan chiqmasin. Hayotda har xil janglar bo'ladi. Bu janglarda pul, mansab yoki obro' bilan emas, insoniylik bilan, mehr-muhabbat bilan, oqibat bilan g'alaba qozoniladi. Baxtiyor aka, sizga kattakon rahmat. Menga shunaqa dalda beradigan inson kerak edi. Siz menga dalda berdingiz. Shu gaplaringiz menga kerak edi. Arzimaydi ukam. Ha, yana bitta narsa esingizda bo'lsin. Ba'zi mo'jizalar oxirgi soniyalarda ro'y beradi. Umidingizni yo'qotmang. Otabek aka. Men homiladorman. Rostdanmi? Otabek aka, meni odamlar yo'q, tinch, uzoq joyga olib boring, iltimos.
vaslingni gavharim durim sog'indim bebaho qalbingni qaydasan go'zal yuzlari mana bahorim qaydasan alam bu alam ko'risholmaymiz ko'zdagi yoshim alamda yuragimga to'lib ketdi senga aytar so'zlarim qalbim o'zi yig'ib ketdi jondan o'tib sog'ingaman tor ko'chada qolib ketdi qora mayus ko'zlarim endi nahot ko'rishmaymiz keragim qaydasan go'zal shahlo ko'zim mani shirin so'zim qaydasan bepoyon yo'llar topolmadim Anchadan beri shashlik yegim kelyapti deyotdingmi? Ol. nega bunaqa yaxshisiz? Shunaqaman. mana yolg'izgina baxtliman san yo menda yuzim Marinovkasi yaxshigina. sog'inching bormi menda yuzolman yuragimga to'lib ketdi senga aytar so'zlarim qalbim o'zi yig'ib ketdi jondan o'tib sog'ingaman tor ko'chada qolib ketdi qora mayus ko'zlarim endi nahot ko'rishmaymiz keragim yurakka do'st